Assalomu alaykum qarindoshlar va alaykum assalom tavakkul qildirib kamtishdim salomatma. Endi bularga bir g'arib dushmanligi kallasiga kirib qolgan. Bu g'arib dushmanligi nadin kirgan bularga? Qandoq kirgan? Bu nuqtani o'zi to'nib yetmaydi. Shu g'arib dushmanligini o'zi din deb tushunib qolgan. Din emas asli. Din emas. Din bizning dinimiz, Qur'onimiz ve Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını mı sözlesek, onundan mı örnek alsak, biz düşmanlık kılan adamga düşmanlık kılımız, düşmanlık kılmagan adamga düşmanlık kılmaymiz. Tacavuz kılыңlar, tacavuz kılmız, tacavuz kılmаңlar. Eğer tacavuz kılıp kalsa sizler ular bilen küreş kılыңlar, küreş kılgandan ta zulüm tükkenge kadar ular bilen uruşuңlar. Zulüm tükkenlikin zulüm sizler üstünlükni egallagandan zulüm qiluvchilardan boshqalarga chekilmanglar. Yani tajovuz qiluvchilardan şu tajovuzlarga yordam beruvchilardan boshqalarga normal insonlarga sizlarga qarshi chiqmaganlarga qarshi turmanglar demoqchi. Nurg'un qatim deganimizdek Payg'ambar alayhisalom kafir qarshi kurash qildimi? Zulm qarshi kurash qildimi desak, zulm qarshi kurash qildi. Kafir qarshi kurash qilgan bo'lsa Payg'ambar alayhisalomning shu Madinada g'ayri dinliklarning hammasini yo'qotib o'tib, musulmonlardan tarkib topgan bir jamiyat barpo qilish iqtidoriga ega bo'lganmi, shu imtiyozga ega bo'lganmi desak, ega bo'lgan, uni qilmadi. Qur'on unda buyurmadi, shuning uchun qilmadi. Bizning dushmanimiz Xitoy. Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Yana nurg'un qatim dedik, Allohning oyati bo'lgandan qancha qatim ta'kidlasak hech nima bo'lmaydi. Sur Mumtahina'nın 7-8. ayetlerde, 9. ayetlergacha sizlarni yurtinglardan chiqargan, sizlarga tajovuz qilgan, sizlarni yurtinglardan chiqarmagan, sizlarga tajovuz qilmagan kofirlarga sizlarning adil bo'lishinglardan, ularga yaxshi muomala qilishinglardan Alloh sizlarni to'simaydi dedi. Bizning Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Endi bu g'arib dushmanligini bularga kim singdirdi desa, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının doğru örnek gelişini tekrar bilmeydi. Kur'an'ı tekrar bilmeydi. Kur'an'ın zaten nimigi çakırıvatkallıkını tekrar bilmeydi. Kur'an asasiyetten kafirge karıştırışını çakamaydı. Sizge karıştırgan kafiri karıştırışını çakırdı. Meyli Müslüman karıştırsın, meyli kafir karıştırsın, siz karıştırsınız. Sizge karıştırmagan, sizge hücum kılmagan diyor dese, onun bilen ortak ma'lum narsalarda, haqiqiy insonlikda, insondagi yashashda birlik hosil qilib yashayversiz. Payg'ambar alayhisalom shunday birlik hosil qilib yashagan. Va Payg'ambar alayhisalom shu birlik hosil qilib yashash jarayonida kimlarga qanday ishlarni qilgan, kimlar bilan kimlarga qanday muomala qilgan, kimlardan panohlik so'ragan, kimlarning panohliklariga kirgan, bu narsalarga yana diqqat qilmaydi. Ish qilib bu g'arib dushmanligi bularga bir din olab, e'tiqod olab kirib qolganlik. Bizning inqilobimizda shu O'rta Osiyoga kelib az to'la bir imtiyozga ega bo'lgandan tortiblar vatan desang bir zambil go'sht o'lasan deb, va uningdan boshqa bayroqni Washingtonga tiklaymiz deb, bizning diqqatimizni bir qora qo'l asosiyatdan boshqa yoqqa burib o'taylik. Bu narsa din emas. Bizning odamlarimiz hozirgi kelguncha buni din deb e'tiqod qilib, shuni Qur'on sunnat deb ketib bordi. Lekin buni o'ylashiga, tafakkur qilishiga, izdinishiga, bu xato yo'ldan keyniga yenishiga tavsiya qilib qo'yamiz. Bu narsa ham dinimizda yo'q, ham siyosiy jihatda dunyoda yomon cho'ng bir ziyonni tatdiq. Mushu ideologiya tatqizdi deb qarayman men-chi. Ma millatning mustaqil bo'lish sharti to'shadigan millat emasga. Tugabkasi bo'laverdi bu millatda boshqalar shuning uchun ko'z yumdimikinmi deb qarayman men. Demak, bularga bu ideologiya qanday singdirilgan desa, oldin qatim Said Akram yo'llab qo'ygan Yahudi ajan, Yahudi shpiyoni, ashundaqlar rasmiy shpiyonlikni, istixborotni hammani o'qib, bu musulmon deganni oldimaq shunda oson. İma etdim desilan bu kim o qanday adam demasdilar. Şunun bilan ichiga qabul qilib, ashlarning ashunda yezib bergan kitoblari,
zimində bir caynimiz onu qoyğudək ya olsa, senin vətinin şu, vətinin şu. Vətən deyiş, millət deyiş bu yaxşı iş emas, deb Qur'onning bizni chaqirayotgan yeridan ayirib echkitib, boshqa bir ideologiyani o'ttirg'a qo'yib, din qilib bularni qaymoqtirib, mana hozirgacha shu dinni ketib boramiz deb, din nomidan bizning e'tiqodimiz, aqidamiz, bizning inqilobi qarishimiz deb tajovuzchi oyoqni qap qilib, bu g'arib dushmanligiga intayin bir kirib, beka-bekadan bularni o'ziga dushman qilib oladilar. Yuqorida deganimizdek, bular bizning dushmanimiz emas. Endi Payg'ambar alayhissalomning hayotidan ozroq o'rnak olaylik. Payg'ambar alayhissalom birinchi qitim Makkada da'vatni ilib borgan chog'da bu yerga sig'madi. Toyibga yordam so'rab chiqqanda, ularni sig'damidi, qabul qilmadi, qo'g'libatdi. Payg'ambar alayhissalom qaytib kirib, ash Toyibga yordam so'rab chiqqanlik sababidan bu yerga kirsam meni qabul qilaman, qanday qila deb o'tirib, bevosita kiramadi, jur'at qilolmadi. Qilolmasdan shuning bilan Mud'im ibn Adima ismi almış qolgansa, Mud'im deb anglagandim. Mud'im degan kishini chaqirtib, chiqib shuning himoyasi bilan kirdi. Payg'ambar alayhissalomni shu kishi akirkitib olgan chog'da Makka mushriklari Muhammadning diniga kirdingmi? Yoki uningga sen panolik verdingmi? Ya'ni himoyangga oldingmi degan chog'da, yo'q, uning diniga kirmadim. Men onu himoyamga oldim deganda, sening himoyangni qabul qilamiz degan. Demak, shu vaqtdami ashadimi bir haqiqiy bir insonlik, bir odamning himoyasini qabul qiladigan xili bir narsalar botika herhalde-chi. Da o'ylab baqsaq, sening himoyangni qabul qilamiz deb himoyasini qabul qilgan. Va o'tamayoqqa sen nimashki bevosita o'zing bir odamning himoyangga kelib olsa, bunu demagan. Aşı Mud'imning shu himoyasi bilan Payg'ambar alayhisalom Makkaga kirgan. Endi ikkinchi qitimliq u voqeadan keyin birinchi qitimliq sahobalarning hijrati Habasistonga bo'ldi. Hozirgi Etiopiyaga deyman. Habasistonga bo'ldi. Habasistonga Payg'ambar alayhisalom shu sahobalarni shu yoqqa buyurgan vaqtda u yerda musulmon podshoh demidi? Adil podshoh dedi. Beringlar sizlar adil podshoh dedi. Rost deganda bo'lganda Habasiston podshohi Najjoshi ularni chiroyli kutib oldi. Payg'ambar alayhisalom to'g'riliq nurg'un narsalarni so'radi. Sening yo'ling bilan bizning yo'limiz asosiyatda o'xshashga. Rost bu Ayso alayhisalomga o'xshash payg'ambarga, u Ayso shu bir Allohga chaqirgan, bu bir Allohga chaqirib o'tibdi deb qabul qildi. Xariyat Payg'ambar alayhissalom mushu narsalar, mushundaq ashlarning himoyasiga kirdi. Kirgan vaqtlarda ashlarni ayibladimi, tilladimi, hattoki ashada qilib qolganlarni nimishki yinib kelmaysa dedimi? Demedi. Ja'far ibn Abu Talib, Ali raziyallohu anhuning inisi, 7 yildan keyin keldi. Xaybarning fatis kuni keldi. Kelgan vaqt Payg'ambar alayhissalom nima dedi desa, Xaybarning fatisidan xursand bo'laymi, Ja'farning kelganligidanmi dedi. Endi hozir shu narsani udul akilib bilan bizning odamlarimizning hozirgi ashundaq bir g'arib dushmanlik kallasiga kirib olgan o'sha odamlarning ichiga mushu Ja'farning mushu voqealigini shunday sab qo'ysangiz, mushlar nima deydi desa, voy biz nurg'un urushlarni qildik, Badrga qatnashdik, Uhudda nurg'un ziyonlarni tatdik, nurg'un janglarni qildik. 7 yilingizda u kofirning judida nima ish qilding deydi bizning odamlar. Payg'ambar alayhisalom nima dedi desa, Ja'farning kelganligidan xursand bo'laymi? Xaybarning fatisidanmi deb Ja'farning kelganligini Xaybarning fatisidan ustun ko'rdi. Ja'farning kelganligidan xursand bo'laman dedi. Mushu tarixlarning hammani o'qiydi. Xariyat Payg'ambar alayhisalom shu Habasistonga dushmanlik qildimi, qilmadi. Kofirning judida ashada qilib ashada o'lib ketganlarmi bor ekan tarixda. O'lib ketganlar bor ekan. Nurg'un hammasi qaytib kelmabdi ekan.
Ang oxirgi hisobda payg'ambar alayhissalom Najoshining g'oyibona namozini tushadi degan tarixlar bor. Uning qanchachiligi rost, qanchachiligi yolg'on men bilmayman. U bir Qur'ondagi oyat bo'lmagandan keyin uning jazmiyan turg'iza olmaymiz. Tarixlar mana shundoq. Endi Badr urushida payg'ambar alayhissalomning degan bir so'zi bor. Bizning mushu qarindoshlar bunimi o'ylash kerak. Buningdanmi dars chiqarish kerak. Badr urushida nurg'un mushriklarni asirga oladi. Birileri onu öldürüp ötümüz deydi. Birileri fidye ilip koyu ötümüz. Mal töleydi bula, tölem töleydi deydi. Birileri onu deydi, birileri bunu deydi. Şu dige vakitte Peygamber aleyhisselam bir gepni kılını. Eğer muşu müşriklerinin arasında, muşu esirgi düşkenlerinin arasında, mud'in boğan bolsa, başının mağı kıgan yakşılıkının yüzüdün, bulanın hemmini koyu ötettim diyen. Bu tarixni bula okuydu. İnkar kılamaydı bu tarixni. Muşu sözle Kur'an'ın merkezi ideyası bilen uygun bolamdımış Peygamber Aleyhisselam'ın sözü en doğru geplermiş. Mud'imnin şu vakit kılgan yaxşılık bedeliga, şu yaxşılığı yüzsüdün, men muşlani, hemmisini koyup ettim. Şu müşriklerin arasında yani şu mud'im bolup kalgan bolsa, şunun yüz hatırısından muşunu koyup ettim hemmisini degen. Demek bu yaxşılık unutulup kalgan narsa mı dese unutulup kalgan narsa emas. Peygamber aleyhisselamның ahlakı mana şundaq ahlak. O ahlakni Peygamber aleyhisselam nereden algan? Kur'an'dan algan. Kur'an'dan algan. Hazır bizning odamlarimizga bir ömür yaxşılık kılıp azraqlı fikriniz bir yerden çıkmay kalsa o sizning yaxşılığınızı unutmaydi. Siz haman hiç nimaga arzimaydigan bir axlatga aylansiz. Demek bularning insonlikda mı nesibisi yok bazı adamlarning-chi. İnsanlık degan qanday bo'ladi? Peygamber aleyhisselamның sünneti qanday sünnetken bunu mu bilmeydi? Peygamber aleyhisselam Najoshining yaxshiliqini unutib qolmagan. U yerdan turib qolganlarni nimish kelmaysa kafir bo'lding, ibodating qabul bo'lmaydi demagan. 7 yildan keyin qaytib kelgan Jafarni Xaybarning patisidan ustun ko'rgan, uning qaytib kelganligini shunchalik olqishlagan. Mud'imning shu qilgan yaxshiligini necha yildan keyin Payg'ambar alayhisalom unutib qolmay, ashning ashu qilgan yaxshiligi yuz bo'lgan bo'lsa, shuning shu yaxshiligi badaliga o'sha odamlarni qo'yib etdim degan. Mana bu islom, mana bu narsalardan o'rnak olmaydi. Bizning beshimizga og'ir kun kelgan chaqda dunyoda hech qanday yerga patmavatsak, hammasi tutib o'tkazib birvatsa, bir turkum odamlar mushu davlatlarga kelsa, mushu davlatlarda biz yashasak, ham o'zining millati yashayotgan tursa, ham o'zining dushmani emas bu. Bular hech qachon ularga dushmanlik qilgan emas. Her qanday vaqtda Uyg'urning gapini qilayotgan Birlashgan Davlat Tashkilotida hamma yerda Uyg'urning orqasida turayotgan bir davlatlar. Bu davlatlarga mana buning hammasi kafir davlatlar, buningga urush açsan bo'ladi deb Qur'ondan hech qanday dalilsiz, isbotsiz urush açsan bo'ladi deydi. Sana urush açmagan yerga nimishga urush açsa bekadin? Sana qarshi turmagan dushmanga nimish qarshi tursa bekadin? Sana yaxshilik qilayotganni nimishga unutib qolsa? Yaxshilik qilayotganni unutib qilish. Yuqorida siz degandek mushaqdan beriyotgan iqtisodlar, mushaqlarda biz iqtisodiy jihatda yaxshilanyapmiz, yukselyapmiz. Mushu millatning ishlari bo'lgan chaqda, beshiga og'ir kun kelgan chaqda asosiy jihatdan g'arb dunyosidan bo'lgan iqtisod bilan nurg'un ishlar hal bo'layotdi, nurg'un odamlar beqilyotdi, nurg'un odamning qiyinchiligi hal bo'layotdi. Hammasi bo'lmasa-mu mushuning yordamini ko'rayotamiz desa, ham bu yerda yashaganlar ko'rayotdi, ham boshqa yerda turib mushunda gapni qilayotganlarmi desa, shuningdan mahrum qilyapmiz desa, yo'q, shuningdan nasibisini ilyotdi. Demak, bu g'arb dushmanligi bizning dinimizdagi narsami desa, dindagi narsa emas. Din dushmanlarining o'ydirib chiqib, bizga o'xshash nodon millatni dunyoda siyosiy jihatda eng ziyon tortadigan bir narsaga akab qo'ygan. Biz O'rta Osiyodan tortib Washingtonga bayroqni tiklaymiz degan bo'lsak, hozirgi kelgicha shu g'arb dushmanligini o'tirg'a chiqib, hozirgi kelgicha bizning inqilobimizda hech qanday ilgirlash yo'q. Mana bu dushmanlikni mushunda davomlashtirsangiz, yer sharida asosiyatdan tugab ketasiz. Allohning oldida qiyomat kuni bir javobgarlik tortilasiz.
Batılsız. Ben seni bütün dünyadaki kafirini düşman kıl dedim mi? Bütün dünyadaki kafirini öldür dedim mi? Bütün dünyadaki kafirini Müslüman kıl dedim mi? Asa üzenge tajavuz qilgan, seni o'ltirayotgan, sening onangga, singlinga, hamma nimaga bosqinchilik qilayotganlarga chatqing yo'q. Bu sen bilan hech qadar chatqi yo'q. Hatto sening orqangda turayotganlarni ayblab, shularga dushman bo'lib o'lib borsan, o demamdi Allah. Mayli buni Qur'ondan olsin, mayli payg'ambar alayhisolamning tarixidan olsin. Demak, bizning hozirgi da'vatqinimiz haqiqiy Qur'on sunnat. Bularning bu da'vatqini Qur'on sunnat emas. Düşmanning qaydırıp asosiyatdan haqiqiy markazlik düşman oyoqda qilib boshqa yerdan düşman izlab shuni ular eng oxirida yer sharida bir davlat qurish salohiyatiga ega bo'lolmaydigan yer sharida tugab ketsa bo'ladigan bu millat mushunda millatmi yashamdi degidek bir holga akab qo'yayotgan bir xato ideologiya bor. Shu narsa bularni mushunda qilib qo'yag'liq.